Bir ayol turmush qurganidan 17 yil o'tib, quyidagi gaplarni aytib qoldirmoqda. Ishonchim komil bo'ldi. Erkaklar Alloh yaratganlarning ichida eng chiroyli suratda yaratilgan xilqat ekan. U qo'lida boriniki opa-singlisi, qizi, onasi, ayoli, nabiralari uchun sarflab yuboraverar ekan. O'zini navqiron yigitligini, sog'ligini ayoli va bolalari uchun qurbon qilar ekan. Har kuni mehnat gohida juda kech qolib ishlaydi-yu shikoyat ham qilmas ekan. Erkak garchi tirikchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lsa ham, bolalarning kelajagini qurish uchun tinmay mehnat qilar ekan, tirishar ekan. Oilasini mustahkamlashga urinar ekan. Shunday bo'lsa-da, turli-tuman malomatlarga qolaverar ekan. U ishida xo'jayinisidan yoqimsiz gaplarni eshitib kelib, gohida ota-onasidan, gohida ayolidan dakkilar ham eshitar ekan.